Milliy qadriyatlar bu xalqimizning asrlar davomida shakllangan urf-odatlari, tili, dini va ma'naviy merosidir. Milliy qadriyatlar bu xalqimizning o'zligini, kimligini belgilaydi. Masalan, kattalarga hurmat, mehmondo'stlik, oila muqaddasligi kabi tushunchalar xalqimizning eng muhim milliy qadriyatlari hisoblanadi. Yoshlar sifatida bizning vazifamiz zamonaviy bilim va texnologiyalarni egallagan holda milliy qadriyatlarimizga ega bo'lishdir. Milliy madaniyatimizni bilgan, qadrlagan va uni rivojlantira olgan yoshlargina yot g'oyalarga qarshi mustahkam immunitetga ega bo'ladi. Eng muhim masala shundaki, biz ommaviy madaniyatni butunlay inkor etmasdan, undan ongli va tanqidiy tarzda foydalanishni o'rganishimiz lozim. Chunki har qanday yangilikni qabul qilishda milliy qadriyatlarimiz, ma'naviy ildizlarimiz biz uchun mezon bo'lishi kerak. Mahallada mehr birdamlik bor, yaxshilik qilish eng oliy mezon, ajdodlardan qolgan muqaddas yo'l bor, uni asrash biz uchun iymon. O'nta bo'lsa o'rni boshqa uning uchun. O'g'lim otashimdan yaralgan uchqun, qizim parilardan chehrasi gulgun, yuzlari lolam deb yashaydi o'zbek. Momolari tetik yuzga kirsa ham, bobolari qaysi yigitlardan kam, nabirasi bitta uyga bo'lsa jam, to'shak yetmay to'nini to'shaydi o'zbek. Qiyosi yo'q aslo mehri bir daryo, o'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek, bolalarga-ku bildirmas aslo, dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek.